Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Moto'ning Black Fox bugun sizlar bilan hozirda yangi chiqqan Total Football, yana eFootball, FIFA Mobile, yana Dallas shunaqa o'yinlarni bitta o'yin topdik. O'shani hozir sizlar bilan sinab ko'ramiz. Men adashmasam 2 kungacha oldin yozib qo'yganim. 1-2 marta o'ynaganim va hozircha boshida kirganinglarda sizlar strategiyalarni bajardim. Ronaldo Prime 2003-2004 va Messi 2008-2009 versiyasi, Mbappe 2015-16, Erling Haaland 22-23 mavsumda Prime davrini olishingiz mumkin. Va men Ronaldoni olganimdan keyin sizlarga qolgan yo Rus Rossiyani ligasi, yo La Liga, yo mana Fransiya bir-ikkita o'yinda yozib qo'yganim. Mana masalan Rossiya Premyer Ligani yozishingiz mumkin. Premyer Liga, La Liga, Serie A, Liga 1 yozishingiz mumkin. Men Premyer Ligani bosdim, keyin Manchester United. Va sizlar o'zingizlar futbolchilarni mana Rinokka kirib, agent yoki skautlardan topishingiz mumkin yoki Rinokdan mamlakatlarga mana shunaqa futbolchilarni olishingiz mumkin. Va hozir mana ham hozircha bunaqa Cristiano Ronaldo 88 boshida kirganinglarda sizlarda 80 kuchaytirsanglar ham bo'ladi. Sizlarda boshida Danjuma, Tierney, Pavlovich, Pepe Reina va Jamie Vardy, Bonaventura, Di Evans va zaxirada bir-ikkita o'yinchilar beradi sizlarga. Bu video yoqqan bo'lsa, demak hozirda boshlaymiz. Qani ketdi. Va biz samimiy ko'ramiz. Xo'sh, mana biz boshladik. Va bu yerda kirganinglarda men Manchester United tanlasam, men yana bitta Manchester United o'zini anaqasi, lekin bu sizlar bilan o'ynaydi va unda Premier Ligaga o'xshab 38 ta o'yin o'ynaysizlar. Mana rasmiyani birinchi o'yinda Fulhamga qarshi va mana 38-turda mana Chelseaga qarshi o'ynaysizlar. Va buni yozib olish uchun xudo xohlasa Telegram kanal ochaman mana shu videodan keyin. Yo bo'lmasa Play Marketga kirib va sizlarga ko'rsataman. Mana Mirovoy chatam bu. Mirovoy chatga kirib xohlagan narsalarni o'ynashga bo'ladi. Keyin Total Football yana sizlarga ko'rsataman. Ming bor uzr so'rayman do'stlar. O'yin bo'lib qoldi. Ming bor uzr so'rayman. Shuncha gapirganlarim. Anaqalarim qoldi. Uzr so'rayman. Uzr so'ramaydi. Pauza bo'lib qoldi. Total Football yozib beraman mashinam. O'sha pauzada qolib ketdi. Va bu uchun sizlardan uzr so'rayman. Uzr. Is chipped. Ronaldo! Had a go with a scoop shot. Va Antony shuncha payt men 6 ta gol urganim, keyin bir-ikkita gaplarim bor edi. Hozirgina sizlarga tushuntirib beraman. Va hozir bu yerda Bournemouth sizlarga xohlagan o'yinlarni, xohlagan ligada klublarni almashtirib o'ynasanglar bo'ladi. Xohlasanlar Real Madrid klubini tanlab Premier Ligada, Liga 1da o'ynashni xohlasangiz, Liverpoolni tanlab La Ligada, Rossiya Premier Ligani tanlashingiz mumkin. Просто bu g'alati-da. O'zi boshqa davlatdan ham o'zini ligasida boshqa ishsizoddiy davlatda ham. Bu g'alati. Wins the ball back in a central area. Va do'stlar, bu uchun uzr so'rayman. Va 20 minutlik gapim anaqa qoldi. Uzr so'rayman.
kick long. Va bu yerda Eriksen, Ronaldo, Antony va Cristiano Ronaldo gol urdi. Va ekskluzivni mana shu degan nishonlashi hat-trick tiqdi. Bol xohlagan futbolchilar sotilishingiz mumkin. O'zingiz tanga yig'ib olsangiz bo'ladi, keyin boshqa narsalar ham qilib olsangiz bo'ladi. The worst possible beginning Va to bu the yerda match. nechtadan gol urgandan keyin proposit qolishingiz mumkin. Mana o'zi ko'rsatadi bu nechta gol urgani. Masalan, Cristiano Ronaldo 3 ta gol urdi, Colomani 2 ta gol, 1 ta assist. Antony 1 ta gol, 2 ta assist, Danjuma 1 ta gol, Eriksen 2 ta assist, Lindelof 1 ta assist. Yarki momentlarni ham ko'rishingiz mumkin. Adams mana Adams mana yarki momentlarni ham ko'rsatib beradi. Ko'rishingiz mumkin mana. Hozirda men Premier Ligada faqat ham o'yin yutyapman. 14 ta o'yinda 42 ochko oldim. Men hozir kim bilan o'ynashim kerak? Liverpoolga qarshi o'ynayman. Va bu yerda assistentlar, golkiperlar ko'rsatadi. Mana masalan birinchi o'rinda men turibman. Arsenal, West Ham, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Southampton, Wolverhampton, Everton, Bournemouth, Fulham, Leicester. Va gollar bo'yicha Cristiano Ronaldo 30 ta gol bilan birinchilikda turibdi. Va ikkinchi o'rinda Randal Colomani 18 ta gol bilan turibdi. Va keyin assistentlarda birinchi o'rinda Randal Colomani 15 ta assist bilan, Cristiano Ronaldo 13 ta assist bilan turibdi. Albatta mana kuchatirgan Liga Chempionlar Ligasi. Bu yerdan chiqqanlardan sabitiga qarab narsalar olasiz. Mana masalan sizlarga hozir ko'rsatishim mumkin. Mana Cristiano Ronaldo anaqasi anaqasini sotilishingiz mumkin mashallah. 244 dollarga sotilar ekansizlar. Vashi. Hayotim 244 dollarga sotadi-ku. Mana 2004, 2003, Prime All davrida o'shanisini ovozlar bu. Nima deyapman? Mana yana kirib, agentga kont olaman. Linokga kirib, agentga qo'shamiz. Budan Mbappe chiqsa, hujum Ronaldo Colomani o'ynagan ispaniyalik ana Lapa adashmasam bu chap qanot himoyachi bo'lsa kerak. Rioja. Avstraliyalik точно bilaman. David Alaba David Alaba. Qanaqasiga yo'bana. Yana bitta Angliyalik
sizni kim? Harry Maguire 85 cho'radi. Yo. Uni hayotim davomida tushirmayman. Va mana bu yerga kirasizlar, mana qaytida. Igra reytingi va onlayn o'ynashinglar mumkin. Adashmasam, onlayn o'ynashmasam. Kubok игры. Пятница 12dan 1gacha. Kubok Novichka. Bu yoqdan qatta olamiz degani Putinovichka deymish. Va oxirida sariq kubok turibdi mashina bosganinglardan keyin fin turibdi. Findan keyin Kubok ligani olasizlar. Chempionlar ligasi tarixi o'ynayverasizlar. Bo'lasizlar, oxiriga yetgan bo'lasizlar. Достижение bu yoqda yevrolar, agentskiy narsalar olishinglar mumkin. Kolleksiyaga kirib futbolchilar olaman, ko'rsatishinglar mumkin. Qaysi futbolchilar oladi? Bu sizlarga adashmasam bu nimadir beradi. 97 Prime Ronaldinho bor. Rodri bor. Park Ji-sung bor. Snyder bor. Balak bor. Peter Schmeichel bor. Emiliano Martinez bor. William Saliba. Mitchell Owen. Carvajal. Vinicius. Balak Van Persie, James, Lamine Yamal, Cavani, Daniel, Lisandro Martinez, Bastoni, Kylian Mbappe, PSG Prime davran Jude Bellingham, Kylian Mbappe Real Madrid paytida buni olaysizlar. Olgandan keyin qaysi birini o'ynasangiz kolleksiya qilib qo'yadi. Mana o'zi duet intrigalarni olishinglar mumkin. Mason Mount bilan Angliya bilan Foden yaxshi o'ynagan. Budishi good. Duet Real, duet Liverpool, Trent Alexander bilan Robertson. Samba Bernabeu, klassический duet Barsi, duet City, Norveji, Bratya Hernandez, duet United. Ko'ringlar, Ronaldo 91 ni olishinglar mumkin. Mana ko'rasizlar. O'zini baytib ikkita intrigarasini olishinglar mumkin. Xohlagan futbolchiga Julian Varisi, Watkins, Rodrigo, Gabriel, Moratani kolleksiyalariga mana qo'shishinglar mumkin. Dash Cafu bor. Keyin James Rodriguez, Palmer, Ronald Araujo. Campbell bor, Barella, Snyder, Rivaldo bor даже. Nico Williams, Morata, Lewandowski, Gabriel bor. Qo'ying. Sizlar qalang. Mana degan 5 ta yaxshi o'yinchi. O'yinman hozircha. Bagan bitta o'ynaymiz. Va bu yerda endi sal qotib qolishi mumkin internet yoki o'yin nosozligi. Va bu yerda o'yinchilar olasizlar. Va qanday o'yindan boshladik.
Thousands of fans have been looking forward to this moment. Finally, here it is. These two teams are going to fight it out today. Mesela The agar sizlar atmosphere is propos filled deb with bosmasangiz anticipation. sizlarga juda haqiqiy anaqa derbilarga o'xshab oladi. Mana qo'shilamiz. The referee gets the first half underway. Mana ko'rishlar. Keeping the ball nicely, but now looking for his teammates. They're trying to spring the opponent here with a long pass. Knocks it on with his head. Alexander-Arnold! Diaz! The opponent stole the ball too easily there. Avto o'ynashim mumkin, qo'yasizlar. Mana avtoga ko'ra bu Has options both ways. Threatening out wide. Bir ikkita qutchi komandaga bossanglar mana zo'r anaqalarni ham bir oz ko'rishamiz. Bir chiqib qoldi. Let's see if the team can build on that confident start. A chance to start an attack after that interception. Intercepted in the central area. Salah. There are options on here. As they were looking to attack, they've given the ball away. Diaz! Launched the clearance with power. The wide players caused the interception. They're in a dominant position in the match now. The attackers have been on fire. Let's try and add another. Cristiano Ronaldo ikkita gol ustasi qilish kerak. Roaming in the half space. Hammered the ball clear. Looking to move forward. Diogo Jota! Looking to get down the wing. They cut out the ball at a big moment. Brings in a teammate alongside. Causing problems for the defence. Looking dangerous in the channel. Ronaldo! They're trying to spring the opponent here with a long pass.
end of the opening 45 minutes. A crucial 45 minutes is ahead as the players begin the second half. Picked up on the flank. Teammate receives the throw from the goalkeeper. A sweeping ball out wide, causing problems. Anthony. Çıkar böyle. Yoksa. A good strike from the edge of the box. Close to the touchline. A chance to get a cross in. Thrown out by the keeper. Let's see if he chooses to use the overlapping support. Lost the ball as they were starting to build the attack. Ronaldo! Cleared down the field by the keeper. On the ball centrally. They're playing with confidence here. There are options on here. Crucial timing of the interception. The ball comes wide. Hammered the ball clear. Böyle asist. The pass is chipped. Counter-attacking with a direct ball. Oy, çıkar. Diogo Jota. There are options on here. Diaz! The player will have their name taken there. A yellow card for the foul. The whistle goes for a free kick. Looks for a teammate with a header. The goalkeeper doesn't mess around and goes long. They pounced on the offense just in time. It's been great to have you watching. From me, Chris Temple. Catch you again soon. Endi assistentlar bo'yicha mana zaten assistentlar bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Gollar bo'yicha 31 gol. Ana 20 euro. Yaxshi. €5000. Yana internet holati do'stlik vaqt cho'zilib ketgani uchun uzr so'rayman. Bir ikki xatolar uchun ham uzr so'rayman. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi va bugun sizlar bilan Blackbox keyingi videolarda uchrashguncha